Bratishka nima qilib o'tiribdi-ki, hayol surib? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? O'tib ketayotgandim, ko'zim tushib qoldi. Nima hap olib o'tiribsan aka? Aka, ko'rmaysizmi aka? Sababsiz yaqin insonlar ham yo'qib qolyapti-da. Sababsiz ketganlardan xafa bo'lma aka. Chirigan meva ham daraxt erta uziladi. Diqqat olish kerak emas. 5 kunlik dunyo aka. Undan ko'ra aylanib keladi, magazinlar. Bu dunyoda doimo vafodor do'st topilavermaydi. Doim ko'ngli yoqadigan ish topilavermaydi. Chunki bekamni ko'z mukammal bo'lish bu dunyoda sifat emas, birodarlar. Bir kam dunyo. U mukammallik naryoqda bo'ladi. Ideallik naryoqda bo'ladi, jannatda bo'ladi. Shuning uchun dunyoni boricha qabul qil. Sen o'zgartira olmaysanmi? Boricha qabul qil qo'y.